10 mart kechasi tutib ketilgan Qozog'istondagi Otyurt kishilik huquq tashkilotining boshlig'i Serjan Bilashev o'g'li qo'yib berildi. Qozoq xabar torining xabar qilishicha, Serjan Xitoyning Qozog'istonga besim qilish sababli tutib ketilgan bo'lib, nazorat ostida turish sharti bilan qo'yib berilgan. Serjan Qozog'iston soqchilari tomonidan Olmaotada tutib ketilgan va poytaxt Ostonaga olib berilib ifodasi e'lingan. Otyurt kishilik huquq tashkiloti qozoqlar boshchiligida Sharq Turkistonda yig'ilish lagerlarida urug' tuqqanlar bor bo'lgan va ovozni anglolmagan kishilar yig'ilgan yerga aylangan. Xitoy Sharq Turkistondagi atalmish tarbiyalash markazi nomidagi yig'ilish lagerlarida tutqun qilishni davomlashtirmoqda. Eng yangi uchurlarga asoslanganda 1957-yili tug'ilgan Hamdulla Abdurahmon Xitoy soqchilari tomonidan tutqun qilingan. O Chag'atay va Ko'kturk tili tadqiqotidagi yetuk tadqiqotchilardan biri bo'lib qolmasdan Uyg'ur tili va adabiyoti haqida nurg'un asarlarni yozgan. Germaniyada Sharq Turkiston temasida yig'in o'tkazildi. Yig'inga Germaniya parlament a'zolari va Dunyo Uyg'ur qurultayining hay'ati bilan birga Xitoy jazo lagerida 8 oy yetib chiqqan Umar Bakali ishtirok qildi. Yig'inda Uyg'ur masalasi va jazo lagerlari haqida doklad berildi. Shuning bilan birga Dunyo ona tili kuni munosabati bilan Germaniyaning Myunxen shahrida Uyg'ur madaniyat san'atini tonishtirish faoliyati o'tkazildi. Faoliyatga necha yuzdak o'quvchi nomer ko'rsatdi. Shundaqla Uyg'ur madaniyat san'ati haqida ko'rgazma ochildi. Erdoğan bilan Modi Pakistan masalasi to'g'risida ko'rishdi. Rais Erdoğan bilan Hindiston bosh ministri Modi orasidagi ko'rishda ikki taraf munosabati va Pokistonning chegara rayonlarida yuz berayotgan masalalar muzokara qilindi. Fransiya parlamenti Fransiya bilan Germaniya orasidagi hamkorlikni kuchaytirishni maqsad qilgan o'rtaq bir majlis qurish kelishimini ma'qulladi. Agar bu kelishim Germaniya parlamentida ma'qullansa, tunji qitimliq yig'inning 25 mart Parijda ochilishi mo'ljallanmoqda.